Tamam. Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum yana bir marta. Rahmat. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz o'zingiz? Rahmat. Siz haqingizda o'sha o'qib, yozib, o'zingizdan ham ikki og'iz eshitdik shu anaqa hikoyangizni deb e, bog'lan bog'laning dedim. Ha, Endi mayli bemalol. qanaqa qilib dasturchilikka 30 yoshingizda tushib qoldingiz? E, Ha, Rostdan ham o'sha avtohalokat nima deydi, kasbingizni o'zgartirishga sababchi bo'ldimi? Shuni ikki og'iz bilan qo'tirganlik aytib bering. ha, avvalo qiziqqanlarga rahmat aytmoqchiman. Shunchalik har bitta insonni hayotiga qiziqib va uni o'rganish hamma ham xohlamaydi. Hech kimga birovni problemasi hozir qiziq emas. Lekin IT sohasi shunchalik rivojlanib boryaptiki, odamlar Uh, mana shu qanday shu darajaga chiqdi, qanday dasturlash sohasini egalladi va mana shu soha orqali oilasini, farzandini boqib, jamiyatga kamida zarar tegmayotgan insonga aylanish mumkin degan savollar hozir juda ko'p aktiv. Chunki mana shu boyagi savolga qaytadigan bo'lsak, undan avval juda ham ko'p ishlar qilganman, davlatchida ham ishlaganman. Keyin takschilik ham qilganman, bozorda ham savdo qilganman, mebelchilik ham qilganman, birovlarni uyiga borib, uyida nima ishi bo'lsa uni ham qilib berganman. Keyin xleba O'zingizni bulочный sex topolmagansiz ochib, manimcha. O'zingizni topishingiz endi qiyin bo'lgan. maqsad o'zimni topishmas edi u payt. Maqsad mana shu oilamni boqish edi. Pul topish edi. Bolalarimni kiyim-kechagini, oziq-ovqatini ta'minlash edi. Davlatchida ishlagan paytimda u paytda hozirgidek baland oyliklar yo'q edi. Hozir to'g'risini aytish kerak, yashirish kerak emas, negativ gapiravish kerak emas, to'g'risini ham aytish kerak. Hozir oyliklar nisbatan ancha yaxshi. Biz misol uchun 15 yil avvalgi gapni aytayotgan bo'lsam, u paytlar oyligim e, obetimga, yo'l kiramga yetmasdi. Lekin juda katta lavozim edi. Endi mayli aytmayman nima qanaqa lavozimingiz bor, lekin oyligingiz farzandingizga, oilangizga yetmasa, har kim ham gapni ochib o'g'irlik qilishni xohlab qolar ekan. Har kim ham. Men ham nimadirni olib ketgim, nimadir olgim kelardi, lekin menga hech kim hech narsa bermasdi va vijdon azobida qiynalib o'lib ketishni xohlamasdim. Har kuni yetishmovchilik, qiyinchilik har qanday odamni o'g'irlikka undab qo'yadi. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Lekin unaqa sharoit birinchidan bo'lmagan, ikkinchidan unaqa ish qilishga vijdonim yo'l qo'ymasdi baribir. Shuning uchun majbur bo'lib, ne alam yutmay ishdan chiqib ketganman. Kostyum shimlarni yechganmiz, galstuklarni yechganmiz. Chiqib ko'chada qarz bir narsalar qilib, arzon mashina olib, shu o'rtoqlarim yordam bergan, onam yordam bergan, yaqinlarim yordam bergan. Mana shu takschilik qilib yurganman. Keyin boshqa sekin sekin rivojlanib, intilgan odam qir oshadi, hech qachon qotib qolmaydi. Boshqa kasblarni ham qilib ko'rdik, hamma ishlarni yaxshi kiyinib, toza, yaxshi yurgan odamlarni oldiga yaqin yurib, ulardan ko'proq maslahat so'rardim. Nima ish qilasiz, qanday qilib mana shu ishga yetdingiz deb o'rganib, keyin mebelchilik qildik. O'zi asli ota kasb, akam ham mebelchi bo'lgan. Keyin u ishni davom ettirdik. Undan keyin yana pul topdik. Bitta meni shu aybim bo'lgan, qiyin davrlar boshimdan kechganiga yana o'sha davrlarga tushib qolmaslik uchun pulni pulga qo'shamiz, yana qo'shimcha ish qilamiz deb xleba bulочный sex ochib, non yopishni o'rganib kelib, xleb ishlab chiqarib, bulочка ishlab chiqarib, ikkita qizni ishga olib, birinchi o'zim o'rganib kelganman. Sababi o'zim bilsam qanday nima bo'layotganini holatda meni hech kim aldolmaydi va o'zim chiroyli tushuntirib bera olaman hammaga deb o'rganib kelganman. Samarqandlik boladan o'rganganman non pishirishni, Xullas, o'zimni qilmagan ishingiz o'rtog'imdan. qolmagan Ha, ekanda. qilmagan. Keyin to'rt kun kechasi bilan non yopdik. Kunduzi mebel ishini qilish kerak, charchab qolganman. Ko'zim baribir chalg'igandir,
Moshina haydab yurgan odam uraman deb ko'chaga chiqmaydi. Moshina urib ketib qolgan. Shunda 7ta joyim sinib ketgan. Hushimdan ketib qolganman. Men og'riq ham sezmaganman, moshina urganini bilmay ham qolganman. Hmm. Keyin shu komada bo'lganman. Undan keyin o'zimga kelganimdan keyin qarasam, hamma joyim trubka. O'zimga ishonmaganman-da, shu og'izlarim hamma joyimda trubka turganiga. Bir Tepamda o'limdan qolgan 3 ta 4 ta. ekansiz. Ha, mana Xudoga bir yoqgan joying bor ekanki deydi-ku, Hmm. yoki bir bu dunyoda nasibing hali uzilmagan ekan degan bir gap bor. Mana Mhm. shu qiladigan oldida ishlarimiz bo'lgan ekan, tirik qoldik, Allohga shukur aytamiz. Shunda ko'zimni ochsam, tepamda mesestra qizlar turgan ekanda, bir 5-6 ta. Har holda nima deydi, o'lmabman-ku deganman-da. Xudo saqlasin. Ha, Endi har umringiz holda uzoq bo'ladi. o'lmabman-ku deganman. Keyin Shim bilan. uyga kelgunchayam endi ancha bancha deyotganman. Uyga Aha. kelgandan keyin xayolimda faqat bitta fikr bo'lardi. Bitta fikr. Endi nima ish qilaman? Hmm. Endi tadbirkorlik qila olmayman. Shu oyoq o'ylardim, shu kesib ham tashlasa kerak deb. Qo'l osilib qolgandi, o'ng qo'lim ishlamasdi. Chap qo'limda va telefonda faqat videolar ko'rardim. Nima ishlar qilsa bo'ladi, nima ishlar qilsa bo'ladi, nima ishlar qilsa bo'ladi. Hamma videolarni ko'rib chiqqanman. Internetda aylanadigan har qanday informatsiya, Telegram gruppalar, boshqa gruppalar, hammasida Mhm. hamma gap borib IT texnologiyalariga va aytishniklarga borib taqalardida. Birinchi navbatda boshqa bir davlatga ko'chib ketib ishlashni ham o'ylasangiz ham, u davlatga siz shunchaki qora mehnat uchun Alo. Alo. Endi eshitildi. Ha, Uzilib endi qoldi. eshitilyapti. Ha, Aha. qotib qoldi boya bir. Mhm. Mhm. Keyin boshqa bir davlatga borsangiz ham ular sizga mana kostyum-shim, mana hokimiyat boshqar ishla demaydi albatta. Eng og'ir mehnat, eng kerak bo'lsa O'zbekistonda yaqiningizdan eshitmagan yomon haqoratli gaplarni eshitib, yaxshisi shuni o'zimni davlatimda boshlig'imdan so'kishni eshitsam yaxshi emasmi deb yuborishingiz mumkin. To'g'ri. O'shaning uchun o'ylardimki, qaysi bir davlatga boradigan bo'lsak ham, ishlash uchun bo'lsa ham, lekin shunaqangi kasb egasi bo'lib borish kerakki, ular sizni o'zlari iltimos qilib chaqirsin. Bizda mana shunaqangi mutaxassis yetishmayapti, keling deb. Biz qachongacha qora mehnat qilib birovni ko'chasini sipirgani boramiz deb men mana unga nima deydi, g'ururim bormasdi. Oilamni men shu yerda ham arava tortib ham boqolaman. Menga u yomon narsa emas. Bu yomon ish emas. Asosiysi halol mehnat qilasiz. Birovdan haligi qilmaysiz, zavist qilmaysiz, o'g'irlik qilmaysiz, yomon ish qilmaysiz. O'zingizni yurtingizda ham kerak bo'lsa oilangizni boqishga sharoit juda ko'p. Eng kambag'al mamlakatda yashagan taqdiringizda ham oilangizni boqa olasiz. Mhm. Faqat insonda shunaqangi tuyg'u bo'ladiki, o'sish, o'zgarish, zamonaviy mana shu odamlarni qilayotgan ishlarini o'rganish, kasbkorga intilish bo'lar ekanda. Shunda IT nimaligini shu videolardan tushunib olib, Bundan oldin er- bilmagansiz-a, bunaqa yo'q, sohani. umuman tushunmaganman. Meni kompyuterim bo'lmagan umuman. Uyda Hmm. institutda o'qigan paytimda ham ota-onam menga kompyuter olib bermagan. O'yin o'ynaydi, boshqa qiladi, bir narsa qiladi. Mhm. Yomon bir narsadek qarashardi kompyuterga. Lekin mana shu kompyuterni vaqtida o'rganmaganligim, vaqtida olib berishmaganligi menga zarar qilgan ekan. Shuning uchun hozir yoshlarga hammasiga aytaman, ota-onalarga aytaman, telefonda o'yin o'ynab o'tirgandan ko'ra, kompyuterda o'yin o'ynab, kompyuter texnologiyalarini o'rgansin. Nazorat kuchliroq qilasiz.
mayli 1 soat 2 soat o'ynashi mumkin, lekin qolgan payt nazorat o'zingizda qo'lingizda bo'lsa, bola 24 soat yotib o'ynamaydi. Ota onalarni o'zida ham ayb bor. O'zi tashlab qo'yadi, bola o'ynaydi. Tashlab qo'ymasin, qattiqroq tursin, Vaqtini band qilsin. vaqtini band qilsin, Mhm. gapirsin qattiqroq. Bola o'ziniki bo'lsa, ertaga mana shu davlat bizniki bo'lsa, ertaga mana shu bolalar boshqarsa shu davlatni. Qattiqroq tursin ota onalar. Keyin Mhm. shu bilan mana shu kompyuterni o'rganishga ahd qilib, da- Sotib oldingiz. telefonda yo'q yo'q, hali Ha, qayerda, hali yotibman, olmadingiz. hali Ha. tuzalmaganman, yotibman Qochdi uyda. telefondasiz. Ha, uyda u bir necha yillar avval bir o'rtog'im sunnat to'y qilganimizda, yaxshi bola, hozir ham o'rtog'imiz, juda ham yaxshi bola. Shu bola e, sunnat to'yiga deb bolalaring o'qimishli bo'lsin, yaxshi bo'lsin deb kompyuter sovg'a qilgandi, noutbuk. Mhm. Bolalarimda turardi, ular ishlatishardi. Men umuman tushunmasdim, aralashmasdim, tegmasdim. Keyin kompyuterdan ishlatishga hali anavi sharoitim ham imkoniyatim yo'q. Bitta qo'lim ishlaydi. Telefonda keyin hamma videolarni ko'rib chiqdim. Dasturlash to'g'risida ma'lumotlar endi tog'dan, bog'dan olib yotibmanda. Hali bilmayman men u nimaligini ham. Faqat tushunib oldimki, bu eng zo'r soha va dunyoni zabt etsa bo'ladi IT texnologiyalari bilan deb tushundim. Mhm. Keyin tog'dan, bog'dan videolar ko'rdim, o'rganaverdim, har xil videolarni. Shunda hozir ham ustozim va qo'llarida ishlayman. Akmal aka Kadirovni videolari taqalib qoldimda. U odam Mhm. meni har bitta lahzamni uzoqdan turib bilib turgandek videolari bo'lardi. U eshitardim qulog'imda, mana shu qo'ng'iroq jaranglayotganday, najot berayotganday bo'lardi videolari. To'g'ri, ko'plab videolar ko'rdim. Negadir mana shu odamni gaplari meni yuragimga qattiq ta'sir qildida. Mhm. Keyin odamni har bitta videolarini tagida kommentariy yozaman, javob bermaydi yozaman, meni shogirdlikka oling deyman, hech javob kelmaydida. Endi dasturchilar doim band bo'ladi, ko'pincha o'tirib olib anavi kommentariy o'qib javob yozishga vaqti bo'lmaydi. Yani ishonaman, hozirgacha ham mana necha yil o'tdi, 8 yil bo'libdi. 7 yil deganda u odamni qo'liga yetib borganmanda men. Ungacha Mhm. esa bilasizlarmi, qancha joyda o'qib chiqqanman. Undan keyin mana tuzalib ham qoldim. 1,5 yillar o'tdi. Keyin ham ko'chada bir narsa ishlar qilib yurdik, hassada bo'lsa ham. Lekin xayolimda boyagi meni asosiy maqsadim aytishniklik bo'lish edi. Haligi dasturchi bo'lish. Meni hamma ko'rsa, "O, bu bola dasturchi" degan nomni qozonish edi. Bu ketmasdida xayolimdan. Lekin boshqa ishlar ham qilib yurardik o'rtoqlarim bilan. Nima bo'lsa ko'chada olib sotib yurardik. Mhm. Uy chiqadimi, mashina chiqadimi, pul tikardik, olardik, nimadirlar qilib yurardikda, oilani boqish uchun. Keyin albatta o'qiyman deb Toshkentda ProWeb Center bor. Boshlig'i Garbenko degan odam. Hozirgi kunda u bilan ham do'stmiz. Juda ham yaxshi odam. Meni ham kuzatib boradi. Men ham odam kuzataman. Ko'p narsa o'rganaman. Mana shu odamdan shu odam menga haligi bonus qilib o'qishdan yordam qildi. Keyin 1 oylar o'qidim. Bir Sergey degan o'ris bolani qo'lida. U paytlar o'zbek kurslari boshqa joylarda bo'lgandir, lekin men tavakkal e, jiyanimdan so'raganimda 3 ta o'quv markazida aytgan, birinchisiga telefon qilganman. Shu provod bo'lgan. Qarasam shu Sobir yaqin ekanda, biz Sirdaryodan 110 kilometrdan qatnab o'qish kerak. Shaharni ichiga kirmayman ekan. Bo'ldi, mana shu bo'ladi dedimda o'qiverdim. Qarasam u yoqda o'zbek kurslari yo'q ekan, ruscha ekan. To'g'ri qilgan ekanman, rus kursida o'qib. Rus bolidan ta'lim olib, o'zi samouchka rus tilini o'rganganman. Qo'ni qo'shnilarim hammasi o'ris, kars, tatarlar. Hozir endi ko'p ko'chib ketdi. Lekin shu bizga shu chiroyli rus tilini gapirishni o'rgatib ketishdi. Mhm. Keyin shunda 1 oylar o'qiganimdan keyin hech narsani tushunmadimda. Kallamga kirmaydi, ishonasizmi? Как будто marslik, xayolimda marslik odam men bilan gaplashayotgandayda. Og'zimni ochib o'tiraveraman-da. Lekin Nima taslim deyapti bu? bo'lmadingiz-a? Yo'q, yo'q, bu to'xta deyapman, bu nima deyapti deyman.
deb videolarni ko'rganimda tushunardim-ku nimaga bo'ladi tushunmayman deyman. Keyin ikkinchi oyga o'tganda odamda shunaqa stress holatlar ko'p bo'ladida, hammada ham stress bo'ladi, nimadandir stress oladi. Mana shu stressga tushib qoldimda, meni qo'limdan kelmayapti deb ayolim bilan boramiz Toshkentga. Ayolim o'sha paytlar endi kimdir yotib qo'ygandan keyin kimdir uyda beshik tebratib turish kerakda. Mhm. Ayolimga shu ish ochib bergandik, bozorga borib savdo qilib turardi. Men bilan ham men o'qishga borardim, u esa tovarga borardi. Mhm. U tovarni olib chiqardi kechqurun, men ertalab o'qishga kirardim, u moshinada kutib turardi meni o'qishdan chiqishimni. Mhm. Keyin o'qishdan chiqqandan keyin uyga qaytardik. Birinchi kuni endi qanaqa xursand bo'lib kirganmanda, men o'qiyman deb, yoshim 30da. Lekin уже necha yil, 31ga kirib qoldim, по-моему. O'shanga kirganimda men o'qiyman deb xursand bo'lib kirib ketganmanda. Juda xursand bo'lib, shunda ayolim menga boshqacha nazar bilan qaraganda, ha o'qing o'qing degan. Keyin kirsam yosh bolachalar hammasida, meni yonimda 15, 16, 14 yoshli bolalar bilan o'qiyapmanda. O'qituvchim mendan yosh, 10 yoshmi kichkina. Keyin tushunmadim, uyga qaytib ketyapmiz, gapirgim kelmaydi, настроением yo'q, unga aytgim kelmayapti, tushunmayotganimda. Ayol kishiga слабый ko'ringiz kelmaydi, erkak kishi aytgim kelmaydi, u tushunyapti nimadir bo'lgan shekilli deb. Keyin yana esa bir o'qishga bormagandim, nimaga o'qishga bormayapsiz dedi. Keyin uyga kelganimdan keyin ko'rpani ichiga kirib to'g'risi yig'lab yuborganmanda, ko'zimdan yosh chiqib ketgan. Nahotki O'zi ko'nglim o'rganolmayman bo'sh deb, a? odamman, o'zi ko'nglim bo'sh odam. Ayniqsa mana shu moshina urib ketgandan keyin qiynalayotgan odamlarni ko'rsam, boshqa qilayotgan bo'lsa ko'zim yoshlanadi. Keyin shunda ichimda aytdimda, nahotki o'zbek, o'rus, karis, angliyalik yoki avstraliyalik, yevropalik odamday emas. Nahotki biz faqat ko'cha supurish uchun tug'ilganmiz deyapmanda ichimda. Bo'lishi mumkin emas deyapmanda. Meni o'zbekdan hech qachon dasturchi chiqmaydi ekan deb ichimda xafaman. Keyin bir 2 oylar o'tdi. Menga telefon qilishdi ular. Siz dedi o'qish davom ettirasizmi? Yo'q dedi. Men yaxshiyam man o'qish davom ettiraman. Hozir sal o'zimga kelib olay dedimda ularga. Keyin mayli mayli deyishdi. Shartnomani qoldirishdi. Agar o'shanda rad qilganimda u shuncha bonuslarim kuyardi. Mhm. Yaxshiyam ha degan ekanman deb. Shuning uchun aytarkan hech qachon yo'q dema deb. Mhm. Keyin keyin 2 oylar o'tgandan keyin yana kechqurun video ko'rib yotibman. Yana o'sha ustozim yangi videosi chiqib qoldi. Akmal Kadirovda. Rahmat shu ustozimga. Boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman shu odamga. O'zi mendan 1 yosh kichkina, lekin doim shu Akmal aka deyman. U odamni bilimi olimlarda ham kam bo'ladi. Shuning uchun bilimi uchun, o'zi uchun, yaxshiligi uchun doim rahmat aytaman. Keyin videosini ko'rib qoldimda, shunaqa video chiqaradi har gal meni, ayniqsa как будто meni holatimni uzoqdan kuzatib turgandayda, hozir men unga motivatsiya beray, dalda beray shu bolaga deganday video chiqaradida. Aytyaptida, bir paytlar biz o'qiganda deyapti, u odam samouchka bo'lgan, ustoz ko'rmagan, qiyin sharoitlarda o'sgan. Ah, otalari ham erta o'tib ketgan. Keyin maktab paytida internet bo'lmagan, kompyuter bo'lmagan. Men bilan agar yoshini taqqoslaydigan bo'lsak, haqiqatdan qalin faqat kitoblar o'qilardi, xolos. Boshqa kitoblarni pulga sotib olardik, qimmat qimmat kitoblarni. Shunaqangi dasturlash to'g'risida kitoblar topib o'qigan ekanda, tushunmasdan jahli chiqib ketib otvoravergan ekanda, otvoravergan ekan. Keyin ha, nima qilsam ekan deb yuravergan, broshurka qo'liga tushib qolgan. Ya'ni bir 30 varaq, 28 varaq kichkina kitobga tushib qolgan. Ochib o'qisa, birinchi betida yozilgan ekanda, bu kitobni bu kitobni aslo tashlab yubormang, oxirigacha o'qing.
boshida tushunmaganingizda oxirida albatta tushunasiz deyilgan ekan. Hmm. O'sha gapga quloq solib tushunmasa ham o'qivergan ekan. Keyin haqiqatdan oxiriga borsa boshidagi hamma narsani tushunganda Ha. mana shu narsa meni yuragimdagi motorga benzin kabi quyilganda yurib ketgan, olov quyganday bir yonib ketgan. Soat kechqurun 2:30. Buni doim aytib beraman hammaga. Turib olganmanda men o'qishga ketishim kerak. Ertaga как раз o'qish kunim. Borishim kerak deganmanda. He, dadasi soat kechqurun 2:30 uxlang deyapti. Qayoqqa ketasiz deb. Ha. Haligi broshuradagi Yo'q. gap ta'sir qilib, Ha, demak ha, tushunmasam ham o'qishim hozir kerak degansiz. ketmasam, agar men hozir bormasam keyin borolmayman. Qolib ketaman nimadir ishlar chiqib deb. Keyin shunday turganmanda o'zim ketganman. Ayolim endi ishni qilish kerak. Ketganman. U yoqqa endi yetib borganimda 4:30 bo'lgan. Moshinani binosini oldiga qo'yib uxlab yotsam qorovul kelib taqillatdida, nima qilyapsan bu yoqda deb. Keyin Ertalab aka, 4:30. ha, ertalab 4:30. Aka uzr, men ishim bor edi, o'sha yerda o'qiyman. Ertaroq kelib qo'yibman. Ishim bor edi, shuning uchun shu yerda o'tiribman desam, ha mayli mayli deb kirib ketdida. Keyin soat 8 ham bo'ldi. O'qishga kirdim. Kirsam endi men o'qigan potok oldinlab ketgan. Boshqa bolaga tushdim. Boshqa bola Zafar degan bola ekan. Judayam yaxshi bola. Hozirgi kunda ham menga ko'p yordam beradi. U bola ham hozir juda katta dasturchi bo'lib ketgan. U ham bilsam mendan 10 necha yosh kichkina bola ekan. Yosh bolalar qarang qancha oldinda. Biz 30dan o'tganmiz, hali hayotimizni izga qo'yib ololmagandek, hayotda, jamiyatda o'z o'rnimizni topolmagandek dovdiraymiz. O'ngga qaraymiz, chapga qaraymiz. Keyin Yaxshi o'qidingiz. insonlarni Ha. yaxshi insonlarni qidirish bilan ovora bo'lamiz. Ha. Aslida yaxshi insonlar yonimizda ko'p. Faqat ularga ergashib, bilimini olish kerak xolos. Hammani ham xarakteri bor. Hammani ham og'zidan yomon gap chiqadi, bir xil payt urushadi. Chidash To'g'ri. kerak, sabrli bo'lish kerak yoshlar. O'rganaverish kerak. Xo'p bo'ladi ustoz, kechirasiz. Qilaman, bajaraman, qo'limdan kelganini deb o'qiverish kerak. Biz nima qilganmiz yoshligimizda? Mana shularga bo'ysunmaganmiz. Shuning uchun 30ga kirgandan keyin kallamizga urildi. Shu bolada majbur o'qidimki, yosh Mhm. bo'lsa ham unga men havas qilardim. Mana endi ustozu yosh bo'lsa ham mayli shu boladek bo'lsam ham kim bo'lsam ham mana shu sohani o'qiyman deb keyin davom ettirdim. Rostdan bir 3-4 oylar faqat uncha tushunmasdan yurasiz. Keyin birdaniga qandaydir kallangizda katta portlash bo'ladi. Katta portlash bo'ladi. O'zgarib tushunib qolasiz hamma narsani. Shunaqangi kodlar yozishni boshlaysiz. Nega? Bu qanday bo'ladi? Bu aslida shunchaki bo'lib qolmaydi. Uyga kelasiz, uyga vazifa beradi. Kechalari bilan uxlamay ularni tushunmagan narsalarimni yozaman. Ishlamaydi, 2 kunlab qidiraman, ustozimga yozaman, javob bermaydi, so'kaman, ablah deyman. Shu kirib shuni aytib qo'ysak bo'ladi-ku deymanda. Keyin boshqa kunlari Toshkentga borib coworking bor. Ya'ni coworking zona, u yoqda dars qilasiz. O'sha yerda o'qishni bitirayotgan bolalar sizga ta'lim berib o'rgatib turishadi. Mhm. Shulardan keyin o'rgandim. Ular tushunmagan joylarni o'rgatishardi. Mana shunday qilib o'rganib oldim. Hozirgi mana hozir ham ta'lim beraman-ku, hozirgi bolalar esa mm, dars qilmasligidan men azob chekamanda. Men qanday o'rganganimni bilaman-ku. Dars qilmasa o'rgana olmaydi bu sohani. Qiyin. Qachon oson bo'ladi? Qachonki dars qilsangiz oson bo'lib qoladi. Yangi tilni o'rganish qanchalik qiyin. Ingliz tilini o'rganyapsiz. Har kuni so'z yodlashingiz kerak. Lekin u ingliz tilidan oson. Faqat dars qilib borish kerak bo'ldi. Keyin bitirdim ham.
haligi eng yaxshi o'quvchilardan biri bo'lib bitirdim. 12 bola edik, bir 7tami qoldik. Ko'pchiliklar bitirolmay yo'lda qolib ketishadi. Shu bitirgan bolalarni ham ichida, dasturchilarning ichida ko'pi bilan yo ikkita yo uchta bolani bilimi bo'ladi. Qolganda bo'lmaydi. Hmm. Shunda yonimda o'tirgan Timur degan bola bordi, 22 yashar bola bordi. U yaxshi bitirdi. Undan ko'chirib turardim, to'g'risi, yordam berib turardim. Keyin bitta koreys bola bordi. Kim o'sha yaxshi bitirdi. Keyin men uchinchi bo'lib balim shunda 90 ball oldimda testda. Zo'r ball hisoblanadi. Lekin ular mendan past ball oldi. Просто men bir ikkitan narsani ulardan ko'chiruvdim, tan olishim kerak. Ulardan ko'chiruvdim. 90 ball oldim. Keyin faoliyatni Keyin siz boshladingizmi shunda? keyin ular ishga taklif qilishani guruhiga qo'shishdi. Ishlar ham chiqdi-ku. Meni bitta qiyinchiligim bor edi. Toshkentga Sirdaryodan qatnab ishlolmasdim. Birinchi, dasturchilarga katta oylik bermaydi. $200 beradi, $300 beradi. Lekin bu $200-300 bundoq o'ylasangiz yaxshi pul 18 yashar bolaga, 20 yashar bolaga. Meni holatimdagi insonga qiyin edi. Sirdaryodan 2 million, 3 million oylik uchun kelib ketish. Mhm. Yana qotib qoldim. Alo. Ana endi eshitilyapti. Ha. Endi o'shanda shuni tushunib yetdimki, dasturlashga men endi nolga yetib kelgan ekanman. O'zi minusda bo'lgan ekanman. Endi nolga yetib kelgan ekanman. Sekin tepaga hali yana chiqishim kerak ekan, bilim ko'p olishim kerak ekan. Keyin boshqa endi reklamani kuchi, targetni kuchi, hamma o'quv markazlari maqtaydi o'zini. To'xta deb boshqa o'quv markazlarida ham onlayn darslarini oldim. Bilskin Udemy degan onlaynda o'quv bor, platformasi bor. Shu rus tilida, ingliz tilida darsliklar bor yoqda. Keyin shuni o'qib chiqdim, o'rganib chiqdim. Ivan Petrichenko degan bola u yoqda dars berardi. U bola video roliklar edi. Keyin u bolani o'zini ham topib, undan ham gaplashib, undan ham kerak narsalar so'rab o'rganib turdim. Ukrainalik bola edi. Keyin uni qo'lida ozgina stajirovka qildim, menga ishlar berib turdi. Shu bilan yana o'zimizda ish topish muammo bo'ldi. Yana o'sha Sirdaryo viloyatida ish yo'q. Unaqangi hali bizda haligi nima deydi, yuqori texnologiyalar rivojlangan kompaniyalar ochilmagan. Mhm. Ko'pi bilan birorta ishxonaga kirib kompyuterlarni tuzatadigan bo'lib ishlashingiz mumkin. Sistemni administrator deyiladi, lekin unga ham oylik yaxshi beriladi, to'g'risini. U 5 million, 6 milliondan ko'p oylik oladi. 18-20 yashar bola uchun bu yaxshi. Ha. Ovozingiz eshitilmay qoldi bir. Mana endi eshitilyapti. 18-20 yoshli bolalar uchun bu judayam yaxshi pul. 5 milliondan 10 milliongacha sistemni administratorga pul berishadi. Kompyuterlarni tuzatib, buzilganlarini ko'rib, setlar qayerda nima bo'layotganini ko'rib yuradigan xodim. Sistema administratori deyiladi. Keyin men unaqa ish xohlamasdim. Men dasturchimanmi? Yo'q, oxirigacha boraman dedim. Chunki qo'shimcha ishlarimizdan yaxshi daromad qilishni boshlagandik. Menga u paytlar puldan o'zi unaqangi muammo bo'lmayotgandi. Qancha bo'lsa bilimga tikishga rozi edim. Yana Mhm. boshqa o'quv kurslarni, endi O'zbekistonda o'quv kurslarini olib ko'ray dedimda. Keyin ular nomini mayli aytmay, chunki ularda ham millionlab shogirdlari bor, xafa bo'lishmasin. Chunki har bitta ustozni berayotgan bilimi nechtadir odamni hayotini o'zgartiradi. Baribir motivatsiya bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'quv markazlarini men yomonlamayman. Bir-biridan a'lo ishchilar bor, a'lo bilimlar berishadi. Faqat o'sha Udemy'dagi o'qigan kursimni o'zbekchaga tarjima qilib qo'yishgan ekan. Ha. Keyin men uni aytdim, shunaqa ekan dedim, o'sha gruppalarda ham yozdim. Keyin
boshqa o'sha ikkinchisini ham olsam, u ikkinchisi ham xuddi shunaqa bo'lib chiqdida. U ham tarjima, xuddi shu kurs tarjima qilingan ekan. Э, Keyin ish Shuni jarayoniga qanaqa bildim. kirishdingiz? Qancha vaqt o'qidingiz umumiy olganda? Keyin Hozir keyin 8 minut shundan keyin vaqtimiz qolibdi o'chib ha qolishiga. shundan keyin yana o'sish kerak bo'ldi. Keyin oxiri yana haligi Akmal akadir shu payt dars o'tadigan kurslar ochib qoldi. Undan avval ham ochuvdi. Men boshqa yerda o'qiyotganligim uchun kirmabmanda shunga. Baribir shu narsani o'rganaman-ku deb o'ylabman. Aslida Hmm. unaqa emas ekan. Dasturlashga o'qiyotgan bolalarga maslahatim, eng katta maslahatim, haqiqiy dasturchilardan bilim olinglar. Ertaga Hmm. menga o'xshab 3-4 yillab qiynalib, ustoz izlab, yana yangi bilim izlab qiynalib qolmanglar. Men mana shu Akmal aka Kadirovda keyin o'qishni davom ettirganimdan keyin tushunib yetdimki, shu boshida yuragim bekorga jizillamagan ekan deb. Keyin Hmm. ustozimga ham shu aytganman, rahmat shu bilimlar uchun. Haqiqiy mana dasturchi, hozir ham dasturlar yozadi, katta katta proyektlari bor, o'zini shaxsiy biznesiga ham aylantirgan shu proyektlarni, pul kelib tushib turadi shu o'tiga. Mhm. Mana shunda o'qidim, junior kursda ham o'qidim, middle kursda ham o'qidim. Am, Jami hisoblasam, men 4 yildan oshiq o'qiganman. 4 yildan oshiq o'qiganman. 5ta kursda o'qiganman jami. Eng O'sha zo'ri qayerda mana xato shu. qilgansiz deb o'ylaysiz? O'sha boshida Shu to'g'ri ustoz topmagansiz. eng katta xatoyim haqiqiy dasturchini qo'lida o'qimaganlik. Mhm. Haqiqiy dasturchini qo'lida o'qish kerak ekan. U odam sizni noldan ishlaydigan darajagacha o'zi o'tgan tarixni, yo'lagini, xaritasini sizda olib o'tarkan. Va kerak emas ma'lumotlarni o'rgatavermasdan, kerakli mana shu narsalarni o'rgansang, bo'ldi, dasturchi bo'lasan ekan deydi. Shuning uchun men ham hozir mana shu ustozlarimdan o'rgangan bilimlarni hammasini jamlab, ham shu sohada ishlayapman, ham yoshlarga dasturlashdan ta'lim berib kelyapman. Full stack dasturchiman. Bolalarga ham dars berasiz hozir. Albatta, bolalarga ham dars beraman, ham onlayn Dasturchilik ham dars qilasiz. beraman, ham dasturlashda shu sohada ishlayman ham. Ham o'qishda ham davom ettiraman, to'xtamayman, doim o'qiyapman. O'zi aytishlikda doim o'qib ustida ishlash kerak deyishadi. To'g'rimi? Albatta, albatta, Ayolingizni ham albatta. shu sohaga o'qitdingiz keyin. Ha, keyin ayolim ham qiziqaverdi kelib yonimda turib, mana bu nima deb so'ravergandan keyin oxiri uni ham veb dizaynerlikka Toshkentga olib borib, o'sha aynan ProWeb Centerda o'qitdim. Chunki ular bizga yana bonus berishdi. Keyin bolalarimni ham o'sha o'quv markaziga olib borib, 3 oylik kanikulda dasturlashga o'qitdim. Oilaviy hozir hammamiz dasturlashga o'qiyapmiz va ayolimda shu dasturchilik sohasida bilimi borligi meni qiynamaydi. Gaplashganda ham tushunamiz bir-birimizni. Aha. Hozir nima deydi? Bolalarga bilim beryapsiz. Uni qanaqa o'zi o'tgan xatolaringizdan xulosa chiqargan holda Ha, bilim o'tgan beryapsiz, to'g'rimi? xatolarimdan xulosa chiqarib, kerakli bilimlarni berib, asosiysi 6 oyda mana o'sha bilimni olasan, bo'ldi deb aldash kerak emas. Dasturlashga 1 yildan oshiq ko'proq o'qiydi agar ishga kiraman demoqchi bo'lsa. Mhm. Shunchaki aldab o'qishga chaqirish bo'lsa, mana 4 oyda o'rganadi, mana 6 oyda o'rganadi deyish bu xato deb o'ylayman. Mhm. Bu Bugun hammada ham unaqa talant yo'q. bugungi daromadingiz qancha sir bo'lmasa endi? Endi daromad o'zimni ishlashimga bog'liq. Qanchalik men o'tirib frilanserlik qila olaman, boshqasi $1000 dan $2500 gacha pul topasiz bu sohada. O'zingizga bog'liq, sog'lig'ingizga bog'liq. Uyda Kompyuterda o'tirib. to'xtamay ishlab o'tiraversangiz, katta proyektlar olaversangiz, bundan ham o'sib ketaveradi. Mhm. Bilimingiz qancha kuchli bo'lsa, xohlagancha pul to'lashga rozi bo'lar. Meni bitta dasturchi o'rtog'im bor, axborot texnologiyalarida bitirgan. Hozirda Google kompaniyasida veb dizayner bo'lib ishlaydi, $40 ming oylik oladi. Yana bitta sirdaryolik bola bor, Jahongir degan, u O'zbekistonda to'g'risida ham bir turibmi? marta yozgan. O'zbekistonda emas, u hozirgi ikkalasi ham Amerikaga ketdi o'sha. Ha. Xohlasa lekin O'zbekistonda turib ham ishlayveradi. Shu Ha. Jahongir degan bola esa, u ham Amerikada birinchiligi KAMAZ shunaqa trak haydagan, hozir dasturchi, $12 ming oylik olar ekan. $6000 rasxod qilaman deydi, naq $6000 cho'ntagimga qoladi deydi. Qarang, hech nima behikmat emas siz bilan yuz bergan o'sha voqea ham.
sizni hayotingizni aslida olganda bir yaxshi tomonga o'zgartirgan desak bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bo'ldi, xuddi Nima deb shunaqa. maslahat bergan bo'lardingiz hozir mana mana shu ikkilanib tanlasammikin tanlamasammikin deganlarga? Э, birinchi navbatda avvalo tanlasin, tanlagandan keyin hech qachon afsuslanmasin va faqat oldinga qadam bosaversin. Hech qachon pulni o'ylamasin. Pul o'zi shunaqangi keladiki, o'zi xursand bo'lib ketadi vaqt kelib. Yaxshi ham men dasturlash yo'nalishida o'qibman va hozir jamiyatda o'z o'rnimni topib, odamlarga yordamim tegyapti deb. Insonlar o'zi kelib sizdan so'rashni boshlaydi, o'zlari chaqirishni boshlaydi. Yo'lingizni, hayotingizni joy-joyiga qo'yilib ketganini o'zingiz tasavvur qilolmay qolasiz. Eng katta maslahatim, har qanday soha vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar dasturlashga o'qing. Agar siz yosh bo'lsangiz, u sizni miyangizni charxlaydi, bilimdon qiladi, zukko qiladi. Siz yanada kuchli bo'lasiz. Hı Yoshlar, hı. sizlarga omad tilayman. O'qinglar, to'xtamanglar. Zamonaviy texnologiyalarda hech kimdan kam bo'lmanglar. Vatanimizni kelajagi sizlarni qo'llaringda. Mhm. Rahmat Baxtiyor aka, man o'ylaymanki hozir aytib bergan shu o'ziz bilan bo'lgan voqea hozir masalan aytdingiz boya boshida qaysidir davlatga borib qora ishchi bo'lgandan ko'ra shu kasbni o'rganib o'zimizda ham yaxshi daromad topish mumkin deb o'shanday Albatta, bir yo'lda turganligi ham bir qanday turtki bo'ladi deb umid qilamiz. albatta, albatta. Xuddi shu gapingizga qo'shilaman. Hech qachon haligi to'xtab qolmash kerak. IT texnologiyalari hozirgi kunda judayam rivojlanib ketyapti va mana agar O'zbekistonda eng zo'r biznesmenlardan Jahongir Ortiqxo'jayevni deb hisoblasak, u videoda nima dedi? Agar men yosh bo'lib qolganimda hamma bilimim va pullarimni ITga tikkan bo'lardim dedi. Mhm. Bekordan bekor unday demaydi. Prezidentimiz ham doim aytib kelyapti, voy o'qinglar ITga, ITda pul katta, vatanimizni rivojlantiraylik. Qachongacha biz oddiy texnologiyalar bilan shug'ullanamiz, zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarib dunyoga yetkazib sotaylik deyapti-ku. To'g'ri. Rahmat kattakon vaqtingizni ajratganingiz uchun. Keyingi Sog' ishlaringizga ham bo'ling, omad. omon Sizdan bo'ling. yaxshi yangiliklar kutib qolamiz doimiy ravishda. Sizga ham rahmat. Judayam mana shunchalik dasturchilarni podдержка qilib, qo'ldan kelguncha ularni mana shu motivatsiya berib rivojlantirayotganingiz uchun sizga ham boshim yerga tekkuncha rahmat aytaman. Sog' Rah- bo'ling, Rahmat, sog' bo'ling siz ham. Xayr. omon bo'ling. Xo'p. Как раз mana 1 minut qoluvdi. Ulgurdik. Nimanda Rahmat. nima emasdi, yani pro versiya emasdi. O'shanga Aa, qo'rqdim tugab qolmasin deb. o'shaning uchun bundan emas, Google Meet'dan foydalaning. U borku cheksiz bo'ladi. Qarang, man aytishlik emasman, aytsangiz bo'larkan. Google Meet'dan foydalaning, Ha, xo'p? Google xo'p Meet bo'ladi. deb yozib o'shandan foydalaning. Xo'p bo'ladi. Yana Rahmat yozib kattakon. tursangiz o'rgataveraman. Bo'ldi, kelishdik. Sog' Rahmat, sog' bo'ling, bo'ling. omon bo'ling. Xayr. Keling mehmonga. Xo'p bo'ladi. Borsam aytaman. Xo'p, Ha, xayr. xo'p, sog' bo'ling.